Amerika Kengash palatasi Uyg'ur elida ishlab chiqarilgan har qanday tovarning Amerikaga kirishini cheklaydigan Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonun loyihasini ma'qulladi. Reuters agentligining xabar qaraganda 14-iyul kuni ovozga qo'yilgan bu loyiha Amerika Kengash palatasida to'liq qo'llash bilan ovozdan o'tgan. Bu Amerikaning Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratgan irqiy qirg'inchiligi va majburiy emgakini cheklash yo'lidagi muhim qadamlarning biri bo'lib hisoblandi ekan. Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonun loyihasini Amerika Kengash palata a'zosi Marko Rubio va Kengash palata a'zosi Jeff Merkley birlikda tanishtirgan. Senator Marko Rubio bu vaqtdagi bayonotida mundaq degan: "Biz Xitoy Kompartiyasining insoniyatga qarshi olib berayotgan jinoiy qilmishlarga ko'z yumolmaymiz. Shundaqla har qanday shirkatning bu dahshatli zulmga sherik bo'lib foyda olishiga yo'l qo'ymaymiz." Senator Jeff Merkley mundaq degan: "Hech qanday bir Amerika shirkati bu ziyonkashliklardan foyda olmasligi kerak. Hech qanday amerikalik iste'molchi bilib bilmay majburiy emgak badaliga ishlab chiqarilgan mahsulotlarni setib olmasligi kerak." Mazkur qonun loyihasi keyingi qadamda Amerika Avam palatasida ovozga qo'yiladigan. Amerikadagi har ikki partiya a'zolari bu qonun loyihasining yuqori ovoz bilan ma'qullanganligini mo'ljallamoqda.